Qirla makoni kinosini hammaning ko'rgansizlar. Unda asli o'zi Alijondon degan bir ismli yigit. Haqiqiy Po'lat Alandarni eski nomi bilsalaring. Xullas o'sha yerda ishlatilgan plastik operatsiya, ism o'zgartirish, pasport o'zgartirish, ya'ni eski hayotini yo'qotib, butunlay yangi hayot qurish haqida bugungi kontentimiz. Yaponiyada shunday xizmat mavjud va u ancha yillardan buyon katta pul evaziga qilib kelinadi. Bu kompaniyaning nomi Yonigeya kechqurun kelishadi, siz olib ketishadi, shu bilan bir kundayoq g'oyib bo'lasiz. Xo'p, bu narsa kimga kerak deb o'ylarsiz? Bu narsa katta qarzga kirib qolganlar, xo'p, qanaqadir oilaviy nizo chiqib, oilasidan ko'ngli sovib, yangi hayot istab qolganlar va boshqa jiddiy muammolarga duch kelgan odamlarga ko'p foyda beradi va ular bu xizmatlardan ko'p foydalanishadi. Ularga yangi shaxs guvohnomasi, plastik operatsiya va yangi shahardan joy beriladi. Albatta o'zlarining pullariga, lekin bu narsa Yaponiyada qonuniy. Bu narsani yaponlar johatsu, ya'ni bug'lanish deb nomlashadi. Bir yilda taxminan 100 mingdan oshiq inson johatsu qildiradi, ya'ni hayotini yangitdan qayta boshlaydi. Xullas, yo'qolib qolish bu qanaqadir sirli jumboqli narsa emas. Bu biznes.